yaratish tugmasini bosib yuboradigan bo'lsa, sразу uni cheki siz o'tirgan kassaga mana kelib tushadi. Mana Sanjar Buxoro deb kelib tushadi. Kelib tushgan chekini ustiga bosish orqali nimalar oldi, necha pullik narsa oldi, hamma ma'lumotlarni mana shunda ko'rib turishingiz mumkin va pulni chekini chiqarib pulni olib qo'yaverasiz va sizning xodimingiz o'sha keyingi klientga savdo qilishni mana shuni o'zidan sразу boshlaveradi. Va Biton yana bitta zo'r funksiyalaridan biri mana podvalga tushdingiz yoki qayerlardir internet yaxshi emas skladlarda xodimlaringiz savdosi to'xtab qolib, klientingiz umuman задержка bo'lmaydi. Mana ustiga bosib kerak bo'lgan narsalarni spiska qilaveradi. Internetsiz umuman qotmaydi. Mana rasmiylashtirish bosib sotadi, internet umuman kerak emas. Internet slabый payti ham bemalol nimadir kerak bo'lsa ham mana yozib, qidirib mana savdoga chiqarsa bo'ladi. Internet yaxshilashgan payti mana hozir internetni yoqib qo'yadigan bo'lsam, sразу hisobotlarni otib, bu yerdan statikalardan minus qilib qo'yadi o'zi. Endi shunaqa savdo qilganingizdan keyin avtomatik sizda o'sha hisobotlar ham shakllanishni boshlaydi. Masalan, hozir kunlikka qo'yadigan bo'lsam, siz nima hisobotlarni ko'rib yurishingiz mumkin. Mana Bitoda hamma narsa rasmlar bilan ko'rib turib sotyapsiz. Endi qanaqa foyda olaman biznes egasi? Mana Yelp savdo, necha pul savdo qilganingiz eng birinchisi mana Yelp savdoda. Yelp daromad necha pul foyda ko'rayotganligingiz 18 million 294 ming so'm savdo bo'lgan, 3 million 423 ming so'm foyda ko'rganmiz. Kassamizga 17 million 234 ming so'm pul kelib tushgan. Tepadagi savdo 18 million, 17 million kassamizga tushgan. Demak, 1 million qarzga sotilgan bo'ladi. Endi xarajatlar ham bor ekan bizda. 1 million 375 ming so'm xarajat bo'lgan. Ichiga kirib ko'radigan bo'lsak ham mana 1 million 375 ming so'm xarajat bo'lgan. Ijaraga 1 million pul berishgan ekan. Kommunal xizmatlarga 250 ming, kunlik xarajatlar 125 ming so'm va har bir xarajatingizni mana ijarani ko'rgan bo'lsangiz 1 million deb qo'yibdi. O'ng tarafida 72%. Umumiy bugungi xarajatning 72%ni ijara tashkil qilar ekan. Buni haftalik, oylik, 1 oylik yoki yillik qilib ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Keyin mana pastda yana nimalar bor? Debit bor mana. Debit daftarda ko'chirayotgan pullaringiz, ko'chirayotgan mana mijozda yotgan qarzlaringiz o'sha 10 million 800 ming pul yotgan ekan va kimlarda yotibdi? Keyin mana kredit bo'limiga o'tadigan bo'lsak, поставщик, ya'ni firmalarga siz 119 million 603 ming pul berishingiz kerak ekan va kimlarga berishingiz kerak? Masalan, Bobur aka, O'rikzor, Telefon, Malika bozor, shunga o'xshash qilib telefoningizni o'zida ko'rib turishingiz mumkin. Keyin mahsulotlar mana 102 million 603 minglik tovarim bor, kelish pulida, sotilish pulida 153 millionlik tovarim bor ekan. Siz tovar kelsa, ustiga qo'shilib summasi oshib boraveradi, agar sotsangiz summasi kamayib boraveradi. Keyin mana o'ng tarafida kassadagi pullar deb qo'yibdi. Kassangizda necha pulingiz bor ekanligini ham shu yerinizda ko'rib tursangiz bo'ladi. Ma'lumotni bosadigan bo'lsak, общий mana bu yerda bitta kassani tanlab qo'yib bosadigan bo'lsak, mana jami 17 million 55 ming so'm kassamizda pul bor. Наличиеda 12 million 825 ming, перечисленияda 2 million, наличный dollarda ham 181 dollar pulimiz bor ekan. Necha pul kirdi, necha pul chiqdi, hamma moliyaviy masalalarni shu yerinizda ko'rib tursangiz bo'ladi. Keyin mana pastda sotilgan mahsulotlar soni, nechta shtuk tovar do'konimizdan